Alo, dastlabki chaqiruvdingiz, men keldim. Men chaqirdim. Pastki do'kon ko'ryapsizmi? O'sha yerdan bitta suv bilan sigaret 7-etajga olib chiqib bering. Ya unaqa xizmat yo'q-ku. Kim ko'ryapsiz? Olib chiqib beraversangiz-chi, o'zim qo'shib beraman. Yonimda pulim ham yo'q meni. Shunda olib kirib magazinchiga berib yuboring telefondan. Bo'ldi, ko'rdim hozir. Keling, nima beryapsiz? Sizni so'rashyapti telefon. Meni so'rashyapti, kim u? Alo. G'ayrat aka, 7-etajda asal bo'laman. Aka nima so'rasalar berib yuboring, men nomimga olib qo'ying. Ye, Asalxon. Bo'l, berib yuboraman. Hop. Nima beryapti uka? Naminchi millab keldingiz? Lift yo'q ekan-ku, 7-etajga o'zi zo'g'i chiqib kelgan. Mana narsalar. Necha pul bo'ldi dastavka? Telefonni 7000 so'm ko'rsatsa, qo'shib beraman dedingiz. Mayli, mana 10 mingni oling. 10000? 3000 so'm qo'shib berasizmi? Mayli, mana men 5 mingni ham oling-da. Men musor ham olib ketay. Quruq ketmang. To'xta. Hozir meni yedirdimi? Qo'limga asmagan pul berib, musor ham berib qo'ydimi? Hozir ko'rsatib qo'ymasang. Asal bunaqa narsalar olmasdi-yu. Esdan chiqib qopti, yozib qo'yar ekansiz. Menimcha sizni ko'ngli bor-ku. Bitta-chi. Bundachi? Mana shuni men nomimdan Asalxonga berib qo'ying. Sirosha telefon qo'yar ekansiz. Voydod. Voydodni ko'rasanlar hozir. Asalxon, so'ragan narsalaringizni berib yubordim. 500 ming so'm bo'ldi. G'ayrat aka, qanaqa 500 ming? Nimalar deyapsiz? Men faqat suv bilan sigaret so'ragandim. Ey, bunaqa hazil qilmagin menga, tushundingmi? Shu qarzing to'lab qo'ygan. Ben doim aytaman, bular taksichilarni yedirmoqchi bo'ladi. Taksichilar devor bo'lmasa ko'chani ko'radi. This is that ice cold Michelle fight for that.